Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz obunachilar, aziz kuzatuvchilar, kech bo'lganda ikkita Malibu, bitta Equinox katalizator ochganmiz. Katalizatorlar kechiklar yonib ketgan va shu erigan, dixlib qo'yavermagan. Bu katalizatorlar o'rtasidan eriydi akalar. Equinox ham Malibu ikkalasi ham bir xil bo'ladi, katalizator ko'rishlari ham bir xil bo'ladi, faqat boltga ekan joyi boshqacha bo'ladi. Ko'rib turganingizdek mana erib oqib yotibdi akalar. Bu oqishning sababi bu yerda akalar gaz qo'yilgan bo'lgan, gaz bilan benzin birgalikda xohlagancha yonganda kuchayib ketish, yonish kuchayib ketishning hisobigami yoki gaz buni ichiga kirib yig'ilib qolganigami bilmaymiz, nimaga erib oqib ketgan akalar. Подпискаларga отметкani gumillatinglar. Любой mashinaga yangi katalizatorlarni qo'yib beramiz akalar. Заводской katalizatorlar $1,500, $2,000 bo'layotgan bir paytda akalar $300 любой mashinaga katalizator qo'yib beramiz akalar. Bu skidkalar va подписчиklarimizga bonuslar ham bor akalar. Sensorni tashlarni hammasini yuvib tozalab beramiz. Hozir kesalaringiz, hozir qilsalaringiz, hozir aloqaga chiqsalaringiz, hozir o'chirib olsalaringiz.